Photoshopchilar nafaqaga chiqadigan payt keldi. Mana bittasi Assalomu alaykum. o'ziga o'zi chuqur qazishni boshladi. Jilo degan AI yaratyapti ekan. Zohidboy, bu qanaqa proyekt? Xullas, proyekt shunaqa proyektki, sizlar hozir Photoshopda dizayn qilib o'tiribsizlar-ku, 3 soatlar manipulyatsiya dizayn qilaman deysizlar-ku. Yo'q, bunaqa narsa shart emas hozir. AI bilan buni qilsa bo'ladi, mana qaranglar. Men nimalar qilganimni ko'ringlar. Oddiy men rasm tashlayapman, mana. Men qiz rasm tashlayapman-da. Men bunaqa natija olyapman. So'zini anaqada yozib oldim, o'zim yozib oldim so'zini. Lekin rasm mana shuni. Ammo buni qaranglar, bu nerealniy dahshatda, shunaqa xira rasm tashlab turib, mana bunaqa tiniq natija olish, o'sha dahshat. Mana ko'rdinglar mana. Zo'r. Buni lekin degan joyi bor. Buni oddiy odam qila olmaydi. Buni maxsus promptlar ishlab chiqarganmiz. O'sha promptlar orqali shunaqa zo'r natija chiqarish mumkin. Lekin o'z promptni sizlarga bermaymiz. Shu bermaganimiz uchun hozir sizlarga zo'r platforma qildik. Mana ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Linkini qoldiradilar. Shu platformada kirib turib shunaqa narsalar qilsanglar bo'ladi. Faqat ideya aytasizlar, u promptini o'zi yozadi. Bizda kuchaytirilgan prompt. Uni oddiy Gemini ham yoza olmaydi, ChatGPT ham yoza olmaydi, Grok ham yoza olmaydi. Shuning uchun bizda kuchlashtirilgan, ya'ni yaxshilangan prompt bor. Shuni hisobiga shunaqa zo'r natijalar chiqarsanglar bo'ladi. Qoyil, pastda havolani qoldiramiz, kirib foydalanib ko'ringlar. Sizlar ham shunaqa sifatga erishinglar mumkin. Yana bitta narsa, hozir bu platforma hali chiqarilmagan, ya'ni ishlashga chiqarilmadi. Hozir biz faqat test qilib ko'ruvchilarni, ya'ni ishlatib ko'rish niyatidagilarni yig'moqchimiz. Hozir agar test qilib ko'rish niyatida bo'lsa, sizlarga agar hozir birinchi test qilib ko'raman desanglar, sizlarga keyinchalik podpiska sotib olgan vaqtingizda chegirmalar qilib beramiz. Umrbod 10% chegirmasi ham bor. Qo'yil. Omad loyihaga. Rahmat.